E'tibor qildinglar, mana bu chiroq yondi. Mana shu chiroqni eshik ochgan paytda yonadigan yoki yonmayapti bo'sh o'rgan olamiz. Qani ko'ramiz. Chirog'imizni mana ko'ramiz. Nastroy kiramizda, kirganimizda birinchi chiroqlar bo'limida turibmiz. Faqat ichki chiroqlarga kirib qolmaylik, tashqi chiroqlar turibmiz. Sal ko'targanimizda mana birinchisi avtoritni light turibdi. Mana bu chiroqni o'chirib qo'yamiz yoki yoqib qo'yamiz. Kimga kerak bo'lsa o'zingiz uchun qulay foydalansanglar bo'ladi. Bemalol foydalanib ko'ramiz. Hozir mana hozir bizda yoqib o'tiribdi. Mana qani tekshirib ko'ringlar. Mana chirog'imiz yonyapti, ko'rdik-a? Endi o'chirib qo'yamiz. O'chirganini tekshirib boqamiz hozir. Chiroq o'chib olsin, qani ko'rsatib turchi? Chiroq o'chdi. O'chdi chiroq. Eshikni ochyapmiz. Yo'q. Bu hamma uchun har xil. Kim uchundir kerak, kim uchundir kerak emas funksiya, lekin sizlarga ma'lumot bo'lish uchun shu narsani chiqarishga harakat qilyapmiz. Agar ma'lumotimizga foydali bo'lgan bo'lsa, duo qilib, like-chani bosib qo'yasiz, xudo xolasa podpiskani bosib qo'ying. Bundan buyog'i mana shu lip motor bo'yicha hamma narsalarimizni, butun nastroykamizni, hamma funksiyalarimizni sekin-sekin YouTube'da ko'rsatib, shoshmasdan o'rgatishni boshlaymiz. Bizning Instagram sahifamiz ham bor. Instagram sahifamizni ko'pchilik bunaqa to'liq yoritib bermasdik. Endi YouTube'da sekin-sekin ko'rsatib, yoritib, har bittasiga ma'lumot berishni boshlaymiz. Yoqqan bo'lsa, bitta like-chani bosib qo'yasiz, podpiskani bosib qo'ying, hojaga, xudo xolasa men sizga hamma narsangizni ko'rsatib beraman. Duo qilib qo'ysiz bo'ldi. Salomat bo'lamiz.